bo'ladi. Arzonroq ishchilar kerak. Siz hindistonliklar olayotgan 200, 300, 400 dollarga ishlashga tayyormisiz? Kommentariyada yozinglar. Assalomu alaykum. Avvalambor получается sizni fikringizni hozir ko'rib chiqdim. Samim деле to'g'ri savol berdingiz. U savolingizga men ko'pchilik musofirlar nomidan javob bermoqchiman. Получается 200, 300, 400 dollarga ishlagan bo'larmidinglar? Ko'pchilikning fikrida bo'lardik. Masalan, oddiy misol, men o'zim lично bo'lardim 300 dollar ishlagan. Lekin u uchun bizaga Hindistonliklarnikidek возможность qilib berish kerak. Biz ham patent to'lamasak, bizning ham rasxodimiz bo'lmasa, bizning ham olib borib ish o'rnimizga joylashtirsa, pitaniya, yotoq joyimizni bersa, sof 300 dollar qo'limizga bersa, 300-400 dollar, menimcha 90% o'zbek, tojik, qirg'iz ishlab rozi bo'lgan bo'lardi bu narsaga. Prosta bularni o'zi hozir Rossiya territoriyasini o'zi hozir ko'p narsalarni передумать qilib, ko'p rasxodga tiqib tashlayapti. Bizani masalan patent to'lash kerak, oyma-oy registratsiyaga pul to'lash kerak, tam kvartira plata ko'tarilib ketmoqda. Hamma narsa ko'tarilib, narx-navo ko'tarilgani uchun ham bizaga kam ish haqqi qoniqtirmayapti bizni. Masalan, oddiy misol o'zbek xalqini, tojik, qirg'iz, все mana shu migrantlarni u narsa qoniqtirmayapti. Hindistonliklarga возможность qilib berilyapti. Ular viza beryapti ularga. Ular kelyapti как положено. Без расход, без ничего, даже biletlarni ham olib berishimiz kerak, я точно bilmayman. Получается kelyapti ular, sof 300-400 dollar olib jo'natyapti o'zini Hindistoniga. Ularni qoniqtiradi. Bizani ham menimcha qoniqtirgan bo'lardi. Endi sizni gapingiz o'tadi. Endi sizni ko'p joyga, yo'q, masalan, oddiy misol, mana shu noto'g'ri gap aytdim, gapingiz o'tadi. Mana shu siz qayerga qanaqa обращаться qilishni bilasiz, qayerga qanaqa xat jo'natishni bilasiz. O'sha yerga o'zingizni fikringizni qilib yozib jo'nating, balkim ularga ham qanaqadir plyus bo'ladi. Chunki hozir bu Rossiya territoriyasida yurgan o'zbek, tojik musofirlarimiz почти 90-80% ruschani biladi, ishini o'zini qiladigan ishini biladi. Тем более Rossiyadagilar o'zi bu xalqqa o'rganib bo'ldi. Ko'p videolar mana chiqyapti, что nima kerak bizga hindistonliklar, o'zimizda o'zbek, tojiklar qolsin. Bular ruschani biladi, bular bilan o'zi biza privikat qildik bularga. Bular qolsin degan ko'p roliklarni ko'ryapman. Aytmoqchi bo'lganim, siz ham qayergadir o'zingizning fikringizni maktubingizda yozsangiz, ular ko'rib chiqsa, balkim bizani olib qolgan bo'larmidi. Bizani mana bunaqa qiyin vaziyatlarga tiqmagan bo'larmidi. To'g'ri, bu oson narsa emas. Kim подтверждать qilsa bu gaplarimni, like bosib, поделиться qilinglar, чтобы odamlarga yetib borsin. O'zimizning odamlarga emas, kerakli odamlarga. Yana ertaga novostina meni ko'rsatib qo'ymasinlar.